Ya adaşım Masara deganning to'pichig'ini hisobga olmaganda men bozorda dahshat qiziyotgan jumorasini tatbavata ya adash hozir. Ola mashani. Ya adash ya hozir men sana bir parcha rasm avatdim jumo. Hozir bir ayol bor bir tag'a onni o'z xuddi sumkasini ko'targandek lekkida ko'taryapti degan adash. O'tman. Ya adaş, minin kegim bağımı demse bu sarağa. Dadam degen aşı katmal kalıbımam da. Balam meme tuğulup ösken yerini körüp geldi. Mecbur evet degen adaş şunun bilen. İşek! Oho ya işekni gördüm ben öz gözümde gördüm. Ya adaş ya işekni gördüm işek öz gözümde gördüm. O dehşet yok işek geldiğin adaş. Hazır resim tatlı evet de yazın adaşa tokat dur. Ya ma işek kimden? Ya ma işek kimden deyme? Ya işekçi! Oha bu işek. İşekin o ilgisi. Hoş, neymiş oldu? Ya akka ma işeksiz olma. Ha, ma işek menen neyim oldu? Ma. Yey. Birisine uruşup kalmağansız. Oha, kim beni birisine uruşup kaldı deydi o? Ma iştahlı jittik, çayşır pakbik gitti şu. Birisine boşuşup kaldım gideyim ha. Oha, neme deydi kandı? Degandan beri men chichim bilan ishtim bilan qattiq masaraliklar. Ya aka, men birisi bilan so'qashmidim. Esheksizingmi? Ha, bu canavar mening. Ha. O qancha bo'lsa bu eshak bilan urushib yurmagansiz? Qo'yanim deydigandim madam. Qota ishingizda urushgan vaqtim yo'q. Ya aka, ishingiz bilan bir parcha rasm tushib olay degandim-da. O yeniga berishni qo'rqdim. Unda tutib turgan bo'lsangiz, shalaqida bir parcha rasm tushday degandim. Bu eshak bilan rasm tushyapsiz? Ha. Ben mayaş kirgiçe bir adam sizden bir süre şulay dep bakmagan. Ma işek mende mi muyum okşumam da. He kızım. Ya. Ben sizge dadyollik adam ekanman. Men bilan bir süre tushib qo'ymamsiz xotir o'qib qoldi. Nima deydiganda siz bilanmi? Ha? Ohoye. Men sizga o'xshash pipi tomoqni jiq ko'rgan jumma. Zodi tushkil qo'yamsiz qo'ymamsiz. Ben qarang qizim. Ma ishigim chu, tahay vaqtidan tatib etzeriqning ishlarini qilib ko'ngan. Jamiyatning ishlarini jiq tushunmaydi. Hoziraq yetir qavat qolib. Shuning sizni menda tutmasin deyman-ku. Nima? Men tutib berma. Siz so'rab tushsiz. Albatta shunda oldi-da. Ay, qalayim qancha qilmang deyman. Men hozir kelchi bu odam bilan hayvon o'tirsa ajab baqinim yo'q bo'lam. Ma saqlim bilan ma'shruq qilsamiz sat. Voy nima deydi ma'saralik? Voy so'rang oldimi nima? Ya kanza. Sizni ajibasın demedim. Ma ishingizdan bir parcha rasm tushib olayli deganligiga bor. Tushkil qo'ymasangiz mayli, vaqtda ishkini taxib. Voy, nima ko'rsiz? To'xtang. Nima o'zingiz kichik turib lazdek ochingiz bak yomon kelasiz sizniki. Keling avval. Keling. O'tir. Ha. Qo'shingiz ochdimi? Yo'q. Ha. Samsizdan bir 4 tal ekib bir yeb baqamsiz. To'pib isib ketgan samsini yemayman. Siz shaharda samsi yemamsiz bola? To'g'ri. Hozirga qaysi davr deyman? Ko'chada o'tirib samsiydigan vaqtlar o'tib ketdi. Kanza hozir biz vaqwa mundaq malachar xogo kandaji pizza deganlarni yeymiz-ku. Nima va? Yeydigan narsa-ku. Aka, meni yeyishim bilan qolmay. Aklan qilmozni. Tuting mani. Nim bu? Pulni ko'rib baqmaganman. Pulni ko'rganlikim bikadim bilmagani ko'rib baqmabkanman. Voy, men sizga bikadim bermadim. Ishingiz bilan rasm tushyapti. 10 koy, hamda bo'lganda. Bu 10 koy bilan eshak bilan rasmga tushmoqchiman. Shunda qilma. Yo'q. Maliga bo'lmaydi bolam. O nechimi ko'g olgan eshak qava. Ma eshak boshqani eshakka o'xshamaydi bolam ma. Kutanga bapon. Oho, ya nim deydiganda? Ya aka, qo'tir ishkingizni setib olma demedim, shu bir parcha rasm tushib olayli davatdim-man. Shukr qo'yamsiz. Bola, siz uchun bu eshak bilan surat tushish shuncha muhimmi? Ya, unchalik muhim emas-da aka. Men cho'ngilib eshak ko'rib baqmaganda aka. Men bu eshak bilan bir parcha rasm tushib, punyocharda taqitmida do'stlarimga ko'z qilay degandim-da aka. Bolam. Siz endi bizning yezi saharaga faqat eshak bilan surat tushishni kelganman. Voy yo'q. Dadam bo'lmamdi, dadam. Vallahi men tug'ilib o'sgan yerni ko'rib keldi, majburiy yo'lga sap qo'ydi degan. Bishim shib qolmadi bu tezak buraydigan yezir kelib.
Dadını soğur depti bulam. Muş atı buğularımızın kindikkine tökülgen, ata-analarımız çoğuğan yurtның topçanları havası adamga payda kılıdı. Nime? Topçan payda kıldı. Ha. Vah, Kudayım dedi. Ya kan ya körüne ma ayıkımını körüne. Ha. Ma ayıkımның rengini topunun destidi köygülün bulmasıp kettik dana. Ya akka Ha. bu geplen deyişmeli. Ya ma etrafta mındak peyzaj şişen bağmıdı? Nime sen? Şişen. Sizin kerindaş milletli mi tukmanınız var mı? Oho, nim neydi kandım ma vasaretiqe. Ya akka mındak garip tutamak deymen go. Garipçe? Ha? Bala. Ha? Hazır bu yediğin tamaklamamda garipçe şarjılap ağrıydıgan bolup kettin ma. Astagfirullahaladzim, ben qançınçılık kep qaldıqandım ben. Ya akka, Ha. mında Türkçe, Malaysiyaca, Amerikanın mında tamaq aşqallarını deymen go. Ha, vay balam. U haq ba bizning sarag'imi kemmidi. Hem unda aşxanımı açmidi. Amma lekin, Ha. o'zingiz açmid. Mekilan. Ko'rdingizmi? Egiz puruldab chiqayotgan kaboblarni. Ay, ekan. Mana, lag'mini bak o'xshaydi. Yemsiz. Şala qılalamda. Shala? Ha? Shalama. Ha? Qiladi. Mekilan. Mana. Ivo. Ko'rdingizmi? Ini Ivo. Ha, ködüm. Mana mavu imin meşning dukuna. Mavu muş meş, kanay, şala, çilek, çoğun degenni gül çıkırıp toquydu da mavu. Ya akkamda. Ha. Men meş kanay demedim. Mında şala deyme. Salat demekçi go. Saviyam tas yuqur emas, uyg'urcha gap qiling ha menga. Voy, men urg'uycha shu salat dedim go. Yo'q, men an to'nimayotganim, ko'rib baqmayotganim uchunman. Ama saraliqlar meni saran qilib qo'yamdi, nima va ketdim ma. Voy. Eshak bilan suratga tushmamsiz. O ishkingizni bag'o, obdan beqib tarbiyalab to'yni qilib olasiz, ha? Voy, nega? Nima chatqingiz? Endi sizning bu sarada ya urug' tuqqan tonish bilishiniz bo'lmaganligi shu naga bordiki deyman-ku endi. Onda urug' tuqqanlar bo'lmasa, yanchig'imizni liq pul bag'o, menda mehmonxona saraylarda yotdimiz-ku. Ya balam, o sizdek bir kichik bola mehmonxona sarayda yotib bo'lmaydi. Keling, o'tiring. Hem onun üstüne ma miyada siz yapqidek mehmonxonami yo'q bolam. Ha. Sizni dading saravag'anda birasi izda demaganmi? Rost. Qosim deb bir og'inam bor, tuqqandachig'imiz bor, shuni izla deganda, telefon numerimni deb bergan rost. Ya, ma yezida Qosim deb besin tunamsiz taqa. Tunaymi? Rasma? Ha? Uy nerede o? Yaqin yerda. Boshlab boraymi? Voy, ma'qul. Ha, menga. Ma'qul. Ajab yaxshi. Voy, rost. Ha? Voy, men sizni tunmasam, nim deb kayningizni ma'atdim, telefon qilsamni tugmidim-mi? Ha, uring. Ha. Mushuma? Voy, bu siz Qosim bulamsiz? Ha, ishonmayapsiz? Oy, anam. Undaqsa adamning ismi nima? Ha, dadangizning ismi Mutallab. Anangizning ismi Gulgina. Sizning ismingiz Gulnigarxon qiz. Ay, Gulnigarxon qiz deb bundan matut olmay. Guli danga bunda. Guli. Hey. Ha. Siz rastlı dadamning do'stimi? Voy, dadangiz depmidimi? O dadam shumush Qosim akash bilan ko'rishganda qolganni hammani o'zlab turdi degan tugu. Ha, bunda gap bilan. Ha. Biz dadangiz bilan kichigimizda mush mahallada tang tug'ilib, o'ynab birga cho'ng bo'lgan. Dadangiz oliy maktabgacha o'qib, hozir cho'ng shaharda mana xizmatchi bo'lib ketdi. Biz ailemizning ishlari bilan jo'qirlab o'qiyanmay, mana dehqon bo'lib ketdik bilan. Ha, qizim. Ha? Sizniki ma'nundan boshqa bir yitilmagan kiyimlaringiz yo'qmi? Xonim deydiganda hamma kiyman mushtaq bu moda deymi? Voy, endi makimni kiyishga bo'lmaydi bola. Voymishqa? Ha, men sizga atayin atlasni bir ko'ylak tikkizib qo'ydim. Atlas? Ha. To'q qildim xudoyim. Hozirgacha bir atlas ko'ylak kiyib boqmabmanman men. Kiyib boqmagan bo'lsangiz endi kiysiz. Rasma. Siz eshak bilan surat tushishga amroqmi? Ha. Men sizni mush eshakka mindirib, ko'chini aylantirib bir surat tortib qo'yay. Qanday? Ajab yaxshi. Qanday qilaman? Qo'lingizga tirang. Ye, katta qanday. Mangdiq.